Assalomu alaykum akalar. Podpischilarimiz, mana xudo xolasa stadionlarimiz ham bitdi. Boshlanishi. Buyoqqa ketdi mana xudo xolasa. O'rtada bitta berilgan zigzag kashaylar. Buyoqqa ketyapti mana xudo xolasa chiroqli bo'lib 22 ga 41 razmeri. Nomerlarimizni pastda qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroqli qilib oldingizda uyalmaydigan qilib beramiz. Kraskalari bo'lgan, hamma yo'g'i faqat tunuka bilan tayyor setkaga tayyor bo'ldi xolos. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Nafaqat stadion. Gabarit katta tomlar, sexlar, skalatlar, zavodlar tomlari bo'lsa, ularni ham qilaveramiz bemalol. Tortinmasdan aloqaga chiqaverasizlar. Kelishuv o'zingizlar xohlagan usulda. Xohlasanglar cheres karta, xohlasanglar naqd pul. O'shnaqa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab ham chiqaveramiz, O'zbekiston bo'ylab ham chiqaveramiz. Mana shunday holatda bitta stadionimiz mana. Bemalol ko'rib, o'zingizlar bitta baho beringlarchi. Qanday chiqqan? Mana birinchi kashagimiz. X ushashi. Bu yerga kelganda mana o'rtada X'imiz. Endi aylanib bunaqasiga tushyapti. Xudo xolasa mana. Nariga chekada 3-X'imiz bor. Asosiy ushaydigan narsa o'sha. Bu 3-X'imiz bo'ladi mana. Asosiy ushaydigan narsasi. Xudo xolasa uzoq yillar xizmat qiladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastga nomerlar qoldirib qo'yamiz.